Hurmatli do'stlar, bizni qo'llab-quvvatlayotganingiz uchun Xurmo jamoasi nomidan katta rahmat aytmoqchimiz. Ammo kanalimiz rivojlanishi, unda kontent to'xtovsiz chiqishi uchun kanalga obuna bo'lishingiz hamda yangi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani yoqib qo'yishingiz biz uchun nihoyatda muhim. Qolaversa, ushbu videoni do'stlaringiz bilan o'rtoqlashing. Siz uchun bu sarflangan 1 soniya xolos, biz uchun esa kanalni rivojlantirish uchun imkoniyatdir. Hurmat bilan Xurmo jamoasi. Marhamat, tomosha qiling. 10-asr oxirida ispaniyalik dengiz sayyohi Kristofer Kolumb yevropaliklarga noma'lum bo'lgan yo'l bilan Hindistonga bormoqchi bo'lib, g'arbga yo'l oldi. Ma'lumki, Kolumb Hindistongacha yetib bormadi, lekin Karib dengizidagi orollarga duch kelib, ularni West India deb atadi. U Hindistonning sharqiy qirg'oqlarini yoki hech bo'lmaganda Xitoy yoki Yaponiyani kashf etini bo'ylardi. Kolumb aslida mis qidirayotganini, ammo oltin topganini xayoliga ham keltirmagan edi. 1 yil o'tgach, West Indiaga askarlar va ishchilar qurol-yarog', chorva mollari va urug'lari bilan yetib kelishdi. Yevropaliklar Amerikani mustamlaka qilishni boshladilar. Keyingi 250 yil davomida mahalliy aholi o'z yerlaridan haydab chiqarildi. Ko'plab qabilalar qullikka mahkum etildi. Yangi dunyoning kashf etilishi butun Yevrosiyodan odamlarni boshqacha hayot izlab, qashshoqlik, ochlik va turli sabablarga ko'ra ta'qiblardan qochib kelishga undadi. O'sha davrdagi Yevropaning yetakchi davlatlari Fransiya, Ispaniya va Buyuk Britaniya Amerikadan mustamlakalar tashkil etib, qit'ada oltin, tamaki, paxta va boshqa boyliklarni qazib ola boshladilar. Yevropaga pul oqimi boshlandi. 18-asr o'rtalariga kelib Shimoliy Amerikaning sharqiy qirg'og'idagi 13 ta Britaniya mustamlakalari metropoliyaga qarshi turish uchun birlashdilar. 1776-yilda esa Buyuk Britaniyadan mustaqillikni e'lon qildilar. Shunday qilib Amerika Qo'shma Shtatlari tashkil topdi va sharqqa kengayishni boshladi. O'nlab yillar davomida AQSh iqtisodiyotining asosiy harakatlantiruvchi kuchi, ayniqsa mamlakatning janubida Afrikadan olib kelingan qullarning majburiy mehnati bo'lib qoldi. Janubiy plantatorlar bilan shimoldagi sanoatlar rivojlanayotgan shtatlar o'rtasidagi hokimiyat uchun kurash fuqarolar urushiga olib keldi. 1865-yilda shimol g'alaba qozondi va barcha shtatlarda qullik qonunan bekor qilindi. Endi mamlakatni sanoatlashtirish uchun tez sur'atlar bilan ko'payib borayotgan arzon ishchi kuchi asosiy manba bo'ldi. Sobiq qullar, qarzdorlar va Amerika orzusi yo'lida qit'aga oqib kelayotgan 10 millionlab muhojirlar bu jarayonga turtki berdi. Qo'shma Shtatlar iqtisodiy hukmronlik yo'lida hal qilish kerak bo'lgan so'nggi yirik ichki masala mahalliy aholi hindular bilan nima qilish kerakligi edi. Ular hali ham yovvoyi g'arbdagi yerlar uchun kurashib, oltin qazib olish va temir yo'l tarmog'ini kengaytirishga to'sqinlik qilishardi. Bu masala bilvosita yo'l bilan hal qilindi. 19-asrning oxiriga kelib, hindular Amerika bronzalarining ommaviy qirg'in qilinishi tufayli asosiy daromad manbaidan mahrum bo'lishdi. Bizonlarni poyezdlardan turib otib tashlashlar, jasadlari esa dalalarda qolib ketardi. Ochlikdan qiynalgan hindular rezervatsiyalarga ko'chib o'tishga majbur bo'lishdi. Endi ichki muammolarni hal qilgan Qo'shma Shtatlar jahon gegemonligi yo'liga kirdi. Bu yo'lda insoniyat tarixidagi 2 eng katta urush ularga eng katta imkoniyatlarni taqdim etdi. Birinchi mustamlakachilar esingizda bo'lsa ispanlar edi. Shuning uchun Ispaniyada dollaro deb nomlangan kumush pesolar Ispaniya imperiyasi va Lotin Amerikasi o'rtasidagi savdoda eng keng tarqalgan tangaga aylandi. Janubiy qit'ada kumush konlari shunchalik ko'p ediki, Ispaniya dunyoning boshqa mamlakatlariga qaraganda ko'proq tanga zarb qila olardi. Shu bois to'laqonli dollaro tez orada nafaqat Ispaniya mustamlakalarida, balki 1792-yilgacha boshqa barcha qit'adagi mustamlakalarda ham qonuniy to'lov vositasiga aylandi. Qo'shma Shtatlar Buyuk Britaniyadan mustaqillikni e'lon qilgunga qadar kumush dollar deyarli har bir shtatda muomalada edi. Shuning uchun asoschilar eng kam qarshilik yo'lidan borib, dollarni yangi mamlakatning valyutasi qilib belgiladilar. Bu juda ustalik bilan o'ylab topilgan edi. Past baza effekti tufayli AQSh iqtisodiyoti shunchalik tez o'sdiki, tez orada kumush va oltin tangalari tovarlarni qoplash uchun yetarli bo'lmay qoldi. Shuning uchun tangalar bilan bir qatorda shtatlar qog'oz dollarlar chiqara boshlaydi. Kredit va tadbirkorlik erkinligi har bir shtatda o'z banklari paydo bo'lishiga va har bir bank o'z dollarini chop etishiga olib keldi. 19-asrning o'rtalariga kelib, banklar harbiy xarajatlarni qoplash uchun nazoratsiz ravishda shunchalik ko'p qog'oz pullar chiqardiki, fuqarolar urushining oxiriga kelib dollarning atigi 3dan 1 qismi oltin va kumush bilan ta'minlangan edi.
Hukumat markazlashmagan bank tizimi nafaqat dollarni zaiflashtirishni, balki muntazam birja inqirozlariga olib kelishini tushundi. Shuning uchun 1913-yilda Qo'shma Shtatlar o'zining markaziy banki federal zaxira tizimini tashkil etdi. Bu juda o'z vaqtida bo'ldi, chunki bir yildan so'ng Yevropada Birinchi jahon urushi boshlandi va dollar haqiqatan ham qadri oshdi. Urush boshlanishi bilan Yevropadagi yetakchi davlatlarning xarajatlari keskin ko'paydi. Ularni qoplash uchun Angliya, Fransiya va Germaniya faol ravishda pul bosib chiqardilar. Natijada ularning muomaladagi pul miqdori bu mamlakatlar zaxiralarida saqlanayotgan oltinga mos kelmay qoldi. Qo'shma Shtatlar urushga kirishga shoshilmadi. Aksincha, ular Angliya va Fransiyaga faol ravishda kredit bera boshladi. Shu tariqa o'z tashqi qarzlarini kamaytirdi. Dollarning iqtisodiy muvaffaqiyati, agar ularning davlatlari tepasida moliyaviy strategiyani tushunmaydigan odamlar turganda mumkin bo'lmasdi. Bu haqida keyinroq bilib olasiz. Agar siz ham menga o'xshab bu sohaga qiziqsangiz, albatta Edison akademiyasining moliyaviy direktor kursini tavsiya qilaman. Bu yerda Rossiyadagi o'rtacha ish haqi taxminan 190 ming rubl bo'lgan kasb asoslarini o'rganasiz. O'quv davomida eng yirik xalqaro kompaniyalar mutaxassislari tomonidan ishlab chiqilgan 14 ta real biznes kesni ko'rib chiqasiz. Moliyaviy hisobotlarni qanday o'qishni tushunib, eng muhim korporativ hujjatlardagi nomuvofiqliklarni topishni o'rganasiz. O'qituvchilar sizga buxgalteriya va soliq hisobotlarining barcha nozik jihatlarini o'rgatadi. Nima uchun debet har doim kreditga mos kelishini va NPV hamda IRRning ahamiyatini tushuntiradi. Kurs yakunida belgilangan namunadagi diplom va materiallardan umrbod foydalanish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Agar biror narsani unutsangiz, har doim ularga qaytib bilimlaringizni yangilashingiz mumkin. Shuning uchun agar siz oddiy buxgalter yoki tahlilchi bo'lishni emas, balki raqobatbardosh moliyaviy ko'nikmalarning butun arsenalga ega bo'lishni istasangiz, tavsifdagi havola orqali o'ting va Edisonda o'qish uchun joy band qiling. Iqtisodiyot promokodi orqali nafaqat 60% chegirmaga ega bo'lasiz, balki mutaxassisdan shaxsiy konsultatsiya ham olasiz. Biz esa davom etamiz. Birinchi jahon urushi oxiriga kelib, Qo'shma Shtatlar 10 milliard dollarlik kredit berdi. Shundan 7 milliardi yevropaliklar tomonidan Amerika qurollarini sotib olishga sarflandi. Bundan tashqari ko'plab badavlat kompaniyalar pullarini urush girdobidagi Yevropada emas, balki Amerikaning ishonchli banklarida saqlashni afzal ko'rdi. Natijada 1920-yillarning boshlariga kelib, AQSh iqtisodiyotida jahon oltin zaxirasining yarmi to'plandi. Bunday moliyaviy rag'bat elektr energiyasi, avtomobillar, radio va kino ixtirosi bilan birgalikda iqtisodiyotning haddan tashqari qizib ketishiga olib keldi. Mamlakat buyuk depressiyaga duchor bo'ldi. Va agar Ikkinchi jahon urushi bo'lmaganida, AQSh iqtisodiyoti yana qancha vaqt inqirozdan chiqib ketishi noma'lum edi. Ssenariy takrorlandi. Dunyo urush girdobida qolganda, Qo'shma Shtatlar samarali biznes qarorlarini qabul qilishni mashq qildi. Harbiy harakatlarga kirishmasdan, Qo'shma Shtatlar ittifoqchilariga tekin bo'lmagan Lend-Lease dasturi bo'yicha muntazam yordam ko'rsatdi. Buyuk Britaniya esa masalan yaqinda 2006-yilda bu yordam uchun AQSh bilan uzul-kesil hisob-kitob qildi. Ammo eng muhimi, Yevropani faol kreditlash va boshqa mamlakatlarning oltin quymalarini saqlash uchun ishonchli Fort Knoxni taqdim etish natijasida urush oxiriga kelib, AQShda sayyoramiz oltin zaxiralarining 4 dan 3 qismi to'plandi. Shuning uchun ham 1944-yilda kichik Bretton Woods shaharchasida AQSh butun dunyoga xalqaro hisob-kitoblar uchun dollardan foydalanishni taklif qilgani ajablanarli emas. AQSh hamkorlari qarzlarini qachon qaytarishi noma'lum edi. Oltin juda katta va og'ir, uni okean orqali u yoqdan bu yoqqa olib o'tish qiyin. Bu yerda esa ishonchli va qulay zaxira valyuta bor. Dollarni oltinga erkin almashtirish va'da qilinayotgan ekan, nega endi yo'q? Bu haqiqatan ham qulay deb o'ylashdi. Konferensiya qatnashchilari va rozi bo'lishdi. Yaxshi eshitiladi, lekin hiyla bor. O'shandan beri nimadir sodir bo'lgani aniq, chunki bugungi kunda AQSh hukumati dollarni metallga almashtirmayapti. Voqea bunday bo'ldi. Ikkinchi jahon urushi tugagandan so'ng Yevropa iqtisodiyoti tiklana boshladi va sekin boyib bordi. Erkin bozorlarda oltin narxi ham o'sib bordi va AQSh hukumatining qat'iy belgilangan kursi bo'yicha dollarni oltinga almashtirish tobora foydali bo'lib bordi. Birinchi bo'lib Charles de Gaulle chidab tura olmadi. 1965-yilda Fransiya prezidenti AQShga 750 million dollar naqd pul bilan kema jo'natdi. Uning ortidan xuddi shunday ikkinchi kema ham jo'natildi. AQSh arang rozi bo'lib to'ladi. Fort Knox esa 1650 tonna oltin yo'qotdi. Nima shunday qilishi mumkinmidi deb o'ylashdi boshqa mamlakatlar va ularning izidan ergashdi. AQSh oltin zaxiralari 2 baravaridan ko'proq qisqardi.
va bozorda oltin narxi o'sishda davom etdi. Shuning uchun 1971-yilda AQSh prezidenti Richard Nixon bu amaliyotni to'xtatib, dollar endi oltinga bog'liq emasligini e'lon qildi. Ulgurmagan esa kechikkan bo'ladi. Dollar shu yillar davomida shunchalik ko'p chop etilganki, ular allaqachon AQShning oltin zaxiralariga mos kelmasligi ma'lum bo'ldi. I have directed Secretary Connolly to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets. 5 yildan so'ng Yamaykada mamlakatlar ayirboshlash kurslari endi bozordagi boshqa tovarlar narxlari singari talab va taklif asosida belgilanishga kelishib oldilar. O'sha paytga kelib, oltin ham oddiy tovarga aylanib, to'lov vositasi vazifasini bajarishdan to'xtagan edi. Ammo shunday defoltga qaramay, hech kim dollardan voz kechmadi. Chunki 10 yillar davomida barcha xalqaro hisob-kitoblar aynan unda olib borilgandi. Dollar jahon iqtisodiyotiga shunchalik chuqur singib ketdiki, AQShda boshlanuvchi barcha keyingi inqirozlar faol ravishda boshqa mamlakatlarga tarqala boshladi. Cheksiz pul bosishga ruxsat olgach, Qo'shma Shtatlar dastgohni to'liq ishga tushirdi. 2005-yilda Amerika iqtisodiyotida 6,5 trillion dollar aylanma qilgan bo'lsa, bugun bu ko'rsatkich 21 trilliondan oshib ketdi. Pul massasi 300% ga o'sdi. Shu davrda Amerika ishlab chiqarishi qanchaga o'sganini bilasizmi? Atigi 170% ga. Hechqisi yo'q. Bunday vaziyatda dollarni ertami kechmi qulaydigan moliyaviy piramida deb o'ylash mumkin. Lekin bu albatta ehtimoldan yiroq. Zaxira valyutasini boshqasiga almashtirish hatto 10 yillar ichida ham amalga oshirib bo'lmaydigan vazifadir. Yangi Bretton Woods tizimi yaqin kelajakda paydo bo'lishi dargumon, faqat kutilmagan hodisa yuz bermasa albatta. Shu bois so'nggi 20 yil ichida xalqaro savdoning yarmi dollarda amalga oshirilayotgani va buning o'zgarishi kutilmayotgani ta'jablanarli emas. Dollarning boshqa valyutalarga nisbatan barqarorligi AQSh g'aznachiligi qarzini dunyodagi eng ishonchli sarmoyaga aylantiradi. Bir o'ylab ko'ring, so'nggi 15 yil ichida mamlakat qarzi 2 baravarga oshdi, ammo moliyachilar uni hamon xavfsiz sarmoya deb hisoblashmoqda. Bu qanday bo'lishi mumkin? Hammasi oddiy. Kimga ko'proq qarz bergan bo'lardingiz? Kambag'al do'stingizgami yoki boy do'stingizgami? Javob aniq. Butun dunyo AQShning ishonchli iqtisodiyotiga sarmoya kiritmoqda. Chunki muqobil variantlar unchalik ko'p emas, hatto AQSh savdo balansi taqchilligi ham vaziyatni o'zgartirmaydi. AQSh dunyoga iste'mol qilganidan ko'ra kamroq tovar va xizmatlar sotadi. Biroq ular buning uchun nima bilan haq to'laydi? To'g'ri, hammaga kerakli dollar bilan. Modomiki u hammaga zarur ekan, qo'l ostida bo'lgani yomon emas deb o'ylaydi har bir mamlakatning markaziy banki. Shuning uchun xalqaro zaxiralardagi boshqa barcha valyutalarning yarmidan ko'pi dollar hissasiga to'g'ri keladi. Bundan kelib chiqadiki, dollarning qudrati Amerika jamiyati institutlari tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan, uning ishonchliligiga bo'lgan umumiy ishonchga asoslanadi. Men sizga tasvirlab bergan dollarning beqaror holati esa kamchilik emas. Bu ertami kechmi butun dunyo duch kelishi muqarrar bo'lgan muammolar. Bir paytlar AQSh moliya vaziri John Connolly aytganidek, dollar bizning valyutamiz, lekin bu sizning muammoingiz. Va nihoyat mana bu haqida o'ylab ko'ring. Agar siz butun dunyo foydalanadigan pullarni chop etsangiz, qancha vaqt bankrot bo'lardingiz? Ehtimol hech qachon. Ko'plab tafsilotlarni tushirib qoldirdim, aks holda video hech qachon tugamasdi. Masalan, Ikkinchi jahon urushi davrida AQSh, Polsha va Belgiya, Fransiya oltinlarni qanday qo'lga kiritgani haqida. Bu haqida Telegram kanalimda o'qishingiz mumkin. Postga havola tavsifda beriladi. Bu video chiqishiga hissa qo'shgan Boostydagi homiylarimga minnatdorchilik bildiraman. Agar sizga video yoqqan bo'lsa, like bosing va obuna bo'lishni unutmang. Men iqtisod haqida boshqa hech kimga o'xshamagan tarzda so'zlayman. Yangi videoda ko'rishguncha. Tomosha qilganingiz uchun katta rahmat. Kanalimizga obuna bo'ling va like bosing. Va albatta, qo'ng'iroqchani bosishni unutmang. Agar sizga yoqqan bo'lsa, do'stlaringizga ham ulashing.